Assalamu alaikum qarindoshlar. Jibran Xalil Jibranning Danishmand nomli kitobining davomini o'qisam, aql va qizg'inlik. Eliqi ayol ibodatchi mundaq o'tindi. Bizga aql va qizg'inlik to'g'riliq so'zlab bersangiz. U mundaq javob berdi. Sizlarning qalbinglar hamon janggohdir. Bu janggohda aql va aqliy hukmlar bilan qizg'inliklar hamda orzu talablar o'zaro jang qilib turdi. Mening qalbinglarning kelishtiruvchisi bo'lg'um. Qalbinglardagi raqobat va to'qinishlarni birlashtirib, ularni nafasdash qilg'um keladi. Ammo o'zinglar kelishtiruvchi bo'lmasanglar, o'zinglarni suymasanglar, men sizlarga nima qilib bera olaman? Sizlarning aqlinglarla va qizg'inliklarla dengiz safari qilayotgan ruhinglarning roli va yelkinidir. Navoda yelkininglar yoki rolinglar buzilib qolsa, sizlar nishonsiz laylab yurisizlar yoki dengizda to'xtab qolasizlar. Chunki faqat aqllar hukmronlik qiladigan bo'lsa, u hammani cheklaydigan bir xil qotmal kuchga aylanadi. Qizg'inlikdan ehtiyot qilinmaydi ekan, u odamning o'zini ko'ydirib tashlaydigan bir xil yolqindir. Shuning uchun aqlinglarni qizg'inliklarning eng yuqori pallasiga ko'taringlar. U shu yerda naqsh etsin. Aqlinglar qizg'inliklarga yo'l boshlab, xuddi quyosh har saharda yangidan ko'tarilganga o'xshash birga yashasin. Sizlarning aqliy hukminglar bilan orzu talabinglarning ko'ngil xonanglardagi ikki isil mehmon bo'lishini umid qilaman. Sizlar bu ikki mehmonning birini aziz, birini xor ko'rmanglar. Chunki ularning birini e'tiborlab, yana biriga e'tiborsiz qarasanglar, muqarrarki ikkala mehmonning do'stligi va sadoqatidan mahrum bo'lasizlar. Tog'lar orasidagi o'rmon soyasida o'ltirib, yiroqdagi etizlar ham keng dalaning tinchligidan huzur olgan chog'ingda sen ko'nglingda Tangrim aql idrok ilkida aram ilyotidi degan. Bo'ron chapqinlarda dal daraxtlar tavrinib, güldürmamalar osmonning haybatini jakarlagan chog'da sen ayminish bilan ko'nglingda Tangrim qizg'inlik ilkida harakat qilyotidi degan. Chunki sizlar faqat Tangri nafaslarining bir tiniqi, Tangri o'rmonligining bir yupurmaqi. Sizlarmi Tangrim bilan billa aql idrok ilkida aram ilinglar. Qizg'inlik ilkida harakat qilinglar. Azap uqubat. Bir ayol mundaq o'tindi. Bizga azap uqubat haqida so'zlab bersangiz ekan. U mundaq dedi. Sening azap uqubatlaring sening bilimlaringni o'rab turgan shakallarning yerilishidir. Meva urug'chilarimi yeriladi. Uning meg'izlari quyosh nurida oshkorlanadi. Shunga sizlarmi azap uqubatni bilishinglar zarur. Agar sen kundilik turmushning xosiyati ekanligiga ishansang, undaqda azap uqubatlarning xosiyatini shodlikdan tuvan turmaydi. Sen xuddi tabiatning 4 faslini qabul qilgandek, qalbingning 4 faslini qabul qilgin. Sen qalbingdagi zimistonni jimjit o'tkazgin. Nurg'un azap uqubatlarni sen o'zing tanlab olgan. Ular sening jismingdagi tevib, kasallik tekkan a'zoyingga shifo achchiq dora. Sen u tevibga ishongin, uning dorisini un-tinsiz yegin. Tevibning qo'llari garchi qattiq ham qo'pol bo'lsa-mu, ammo mehribon bir qo'l uni yetaklaydi. U tevib elib kelgan dori qachisi garchi livinglarni ko'ydirgan bo'lsa-mu, ammo bu qachini
Kulolchi o'zining muqaddas ko'z yoshlari bilan yo'g'irgan va o'tni pishirib yasagan. O'zingni tushan. Bir er kishi mundoq dedi. Bizga o'zini tushunish to'g'riliq so'zlab bering. U mundoq javob berdi. Yürükin kecha va kunduzning sirini jimjitlik ilkida bildi. Ammo quluqing qalbingning sirlarini anglashga tashna. Sen ko'nglingda his qilganlaringni til orqali bilishni umid qilasan. Sen yalang'ochlangan tushlaringni qo'llaring bilan tutib beqishni umid qilasan. Sening bunda qilmoqchi bo'lganing yaxshidir. Qalbingning yushirin buluqi bulduqlab teshib, o'rkashlik dengizga qo'shilsin. Cheksiz cho'nqurliqdagi g'azllaring ko'z oldingga ayon bo'lsin. Ammo texi noma'lum boyliqlarni taroziga solma. Shundaqla bilimingning cho'nqur tezligini hasa va tani bilan o'lchima. Chunki o'zlikingning o'zi bepoyon dengizdir. Sen haqiqatni topdim demay, haqiqatning ma'lum qismini topdim degin. Sen ro'yimning yo'lini topdim demay, yo'limda ro'yimning mengayotganligini ko'rdim degin. Chunki ruh hamma yo'lda mang'idi. Ruh faqat birli yo'lda emas, shundaqla uning o'sishi qumushqa o'xshashmaydi. Ruh xuddi bargilari sonsiz niluparga o'xshash o'zi ichilib turadi. Savoq. Bir muallim mundoq dedi. Bizga savoq haqida so'zlab bering. U mundoq dedi. Sening bilim nurlaring qo'ynida uyquga ketgan ta'alluqotlaringdan o'zga sana hech kim hech nimadan vahiy berilmaydi. İmaratlarda shogirdlar orasida yurgan muallim ularga o'zining aql parasidan emas, balki e'tiqodi va rahimdiligidan savoq beradi. Agar u haqiqiy farosat egasi bo'lsa, u seni o'zining farosat saroyiga kirishga buyurmaydi. Balki seni o'zingning qalb qasriga boshlaydi. Astronom sana o'zining koinotga bo'lgan tushunishini bayon qilib beralaydi. Ammo o'z tushunchisini sana berolmaydi. Muzikant sana tulib tashqan ohanglarni yangritib beralaydi. Ammo ohangdan huzurlanadigan quloq va muzikaga jo'r bo'ladigan ovoz ato qila olmaydi. Matematikçi o'lcham sistemasi usullarini so'zlab beralaydi. Ammo seni shu doiraga boshlab kirolmaydi. Chunki hech kim o'zining g'oya qanotini boshqalarga oriyat berolmaydi. Xuddi Allohning har biringlarga bo'lgan qarshi o'xshash bo'lmagandek, sizlarning Alloh va dunyoga bo'lgan tushanchangizni o'xshash emas. Do'stlik. Bir yosh yigit mundoq o'tindi. Bizga do'stlik haqida so'zlab bersangiz. U mundoq javob berdi. Do'stlik sening javoblik ehtiyojingdir. U sevgi uruqlarini chechib, minnatdorlik bilan usul oladigan yer. U sening o'ziqing ham uchuqing. Chunki sen tashnalikdan uningga qarab yugursan. Uningdan omonlik izlaysan. Do'stlik sana qalbini izhor qilganda ko'nglingdagi yo'q degan so'zni deyishdan qo'rqma. Ma'qul degan so'zni yushirib qolma. U sukut ilkida turganda qalbing uning qalbini tinchsin. Chunki do'stlikda jimi o'y fikr, arzu arman ham umidlar ovozsiz so'zlashish bilan o'rtoqlikqa ega bo'ladi. Do'sting bilan xo'shlashganda hasrat chekma. Chunki tog' chiquvchilar tuzlanlikda turib nazar tashlaganda tog' cho'qqisi texmi hayvat ko'ringanga o'xshash. Do'sting qishing yo'q chog'da
uning eng suyumli taraflarini texim his qilasan. Do'stlik ikki qalbning tutishini izlashdan boshqa hech qanday narsani maqsad qilmasin. Chunki o'z sirini oshkorlashga taqatsizlanganlik sevgi hisoblanmaydi. U faqat daryoga tashlanib, keraksiz narsalarni suzgan to'r xolos. Eng go'zal narsalaringni do'stingga ber. Mubodo u sening hayot to'lqinlaringning pasiydigan chog'larini bilishni zarur deb qarasa, sen uningga hayot to'lqinlaringning o'rlaydigan chog'larini bildirgin. Vaqtingni zoya qiladigan odamni sen yanala do'st hisoblamsan. O'sib yetilish vaqtlarında do'st izla. Chunki uning vaqti sening ehtiyojingni qondiradi. Sendeki boşluğunu toldurmaydı. Dostluk, mehirde külünlar ve şatlıkta ortaklaşınlar. Çünkü senin kalbin onun süzük sübhilerdeki çaknavatkan ruhunu kiçikkine şebnem tamçılarında mı tapalaydı. Söhbet. Bir oğluma mundaq dedi. Bizge söhbet haqida so'zlab bergan bo'lsangiz. U mundaq javob berdi. Oy xiyoling tinchsizlangan chaqda sen so'zlashga boshlaysan. Qalbingdagi jimjitlikda yashashni to'xtatgan chaqda sen ig'ir turmushingni boshlaysan. Halbuki ovoz bir xil pushuq chiqarishdir. Bir xil ko'ngil xo'shliqidir. Nurg'un parang orliqlarda ideyang zaxmlanadi. Ideya osmondagi qush. U til qafas ichida qanot qiqishi mumkin, lekin parvoz qila olmaydi. Oranglardagi jimjitlikdan qo'rqib, ko'p so'zluvchilarni izlaydigan nurg'un kishilar bor. Yolg'izlikdagi jimjitlikda ularning yalang'och o'zi ayon bo'ladi. Ular bundan keçip qutulmoqchi bo'ladi. Shundoq so'zluvchilarim borki, ular hech nimani bilmagan turuqliq, o'zlarini tushunmaydigan haqiqatni so'zlab, kishilarning diqqatini tortmoqchi bo'ladi. Ba'zilarning qalbiga haqiqat yushiringan bo'lsa-mu, ular uni ha degandila so'zlab yurmaydi. Mushundoq kishilarning yuragi jimjitlik ilkidagi izgullikda makonlashgan bo'ladi. Yo'lda yoki bozorlarda do'stingni uchratganingda og'zing emas, yuraking so'zilsin. Yuraking tilingni yetaklasin. Ovozlaring ichidagi ovozing uning quloqlari ichidagi qulog'i so'zilsin. Chunki qalbingdagi haqiqatni uning ruhi biladi. Bu xuddi sharobning juloliq nurlari esingdan ko'tarilib, romkalar unutilgandimi, sharobning feyzi ko'nglingda mangu saqlanib qolganga o'xshab ketadi. Vaqt. Bir astronom mundaq dedi. Ey ustoz, vaqt haqida so'zlab bering. U mundaq javob berdi. Sen ashu mo'lcharligisiz va o'lchab bo'lmas vaqtni o'lchaysan. Sen soat va fasllar bo'yicha harakatingni tangshaysan, ham ruhingni yetaklaysan. Sen vaqtni eriqda eqitayotgan suv o'xshatasan va qirg'oqda o'ltirib, uning eqib ketayotganligini kuzatasan. Sening qalbingdagi vaqtdan xoli o'zinglar hayotning tutmas tugmas ekanligini biladi. U tunugunning bugungi aslama ekanligini hamda atining bugungi xiyol ekanligini biladi. Sening qalbingda naqsha etayotgan, o'ylanayotgan, ashu o'zing yulduzlar aprida bo'lib, har tarafga chechilgan minutlardami mavjud edi. Aranglarda kimmi ashu o'zining sevgi qudratining cheksiz ekanligini his qilmasin. Ashu sevgi qudrati cheksiz bo'lsa-mu, ammo u o'zini markaz qilib aylandiqaligini va u xil sevgining xiyollari
bu xil söygünün xiyalları emasligini, u xil söygünün hareketi bu xil söygünün hareketi emasligini yana kim his qilmasin? Acaba vaqt söygüge o'xshash, yuchuqsiz, analiz qilg'il bo'lmaydigan narsa emasmi? Mubada sen xiyolingda vaqtni 4 faslga bo'lmoqchi bo'lsang, undaqda har bir fasl boshqa fasllarni davr qilib aylansin. Buguning aslash bilan o'tmishni, umid bilan kelgusini quchoqlasin. Yaxshilik va yomonlik. Shaharlik bir mo'ysbit mundaq dedi. Bizga yaxshilik va yomonlik to'g'risida so'zlab bersangiz. U mundaq javob berdi. Men yaxshiliklar to'g'riliq so'zlab bera olmayman, ammo yomonliklar to'g'riliq so'zlab bera olmayman. Yomonlik deganlik yaxshilikning ussuzlik va ochliqdagi kulpiti emasmi? Darhaqiqatki yaxshilik och qolganda qorong'u o'nkirdan yemaklik izlashni xohlaydi. Ussab ketgan chig'ida to'xtam suv ichishni xohlaydi. O'zing bilan birlashganliging yaxshilikdir. O'zing bilan birlashmaganlikni yomonlik degili bo'lmaydi. Chunki ap o'talmagan oila o'g'rining uvisi emas. U faqat ap o'talmagan bir oila xolos. Roldan ayrılgan bir kema dengizdagi xoda tashlarining orliqlarida nishonsiz eqib laylab yursimu cho'kib ketishi natayin. Tirishib qurban berganlikning o'zi yaxshilikdir. O'z manfaating uchun chora amal izgining yomonlik bo'lishi natayin. Chunki sening o'z manfaating uchun chora amal topganliging xuddi daraxt yiltizlarining tuproqdan ozuq sumirganiga o'xshaydi. Tabiiyki daraxt ustidagi meva daraxt yiltizga. Senmi menga o'xshash may bog'lab pishib, o'zingning mo'l mevasini kishilarga taqdim qil desa bo'lmaydi-da. Chunki meva uchun aytganda o'zini taqdim qilish zarur. Xuddi yiltiz uchun sumirish zarur bo'lgandek. Gap so'z orliqlarida sagak bo'lgan chaqlaring sendagi yaxshilikdir. Bilib bilmay tilingga kelgunicha maqsadsiz holda egiz past so'zlab tashlag'iningmi yomonlik emas. Shundaqla xato ketgan so'zmi ba'zida zaif tilni hayajonlantirdi. Sening botirlik bilan nishonga qarab manganliging sendagi yaxshilikdir. Ammo oqsab yurib, yiqilib qopib manganingmi yomonlik emas. Chunki oqsaq kishinimi keyniga mangmaydi. Ammo sen sağlam turuqliq, yistashlik qilman deb oqsaq kishilarning oldiga oqsab mangma. Sansızlığın işlarda sen yaxshi. Undaq bo'lalmaganligingmi yomonlik emas. Sen faqat tanqisizlikda qolg'uchi. Sen ozg'uchi. Toshbaqining erkak bo'g'udin yugurishni o'rganolmaganligi ichinarliq. O'zlik uchun iznishlaringga yaxshilik yoshiringan bo'ladi. Bu xil iznish her bir adamның qalbida mavjud. Ammo ba'zilar uchun aytganda bu xil iznish o'rkashlik iqinning tog' dala sirlari va o'rmon naqshlarini elib dengizga o'zini etishidir. Yana ba'zilar uchun aytganda bu xil iznish agar to'qay iqinlardagi sudak oqsimu oxir berib dengizga qo'shiladi. Ammo cho'nqur izlanguchi heliqidak iznishi tez kishiga sen nima uchun buncha so'ralma demaslik kerak. Chunki haqiqiy yaxshi odam yalang'och kishidan sening kiyiming nada deb so'ramaydi. Hamda makonsiz kishidan sening uying qandoq deb so'ramaydi. Bugun mushagichi bo'lsin.
Buning davomli o'qiyman. Meni qo'llab-quvvatlab bergan butun qarindoshlarga ko'p rahmat. Allohga omonat.